Assalomu alaykum. Siz Beverly kompaniyasiga nima sababdan kirib kelgansiz? Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 8-sovxozdan bo'laman. Cho'lboston mahallasidan. Men asli bu kompaniyaga kirib kelishimning sababi sog'liqlarimda ko'pgina muammolar bo'lganligi uchun 2025-yil aprel oyi xabar topib, belimdagi rejam, ko'z kasalliklarim va bachadonimda sistit kasalliklarim bo'lgani uchun bu mahsulotni sotib olganman va iste'mol qilishni boshlaganman. 15 kun ichida men sistit kasalliklarim mutlaqo yo'q bo'lgan. 20 kun, 1 oyga yaqindan keyin ko'zimda kasalliklarim, it kasalliklarim, yosh oqishlaridan tinimsiz mana bunday uyquchanlik, uxlab qolaverardi ko'zimda miyam. O'shalarda yo'q bo'lib ketganini sezdim o'zimda. 2 oy davomida ichib, mana belimda 8 ga 5 ga rejam mutlaqo yo'qolganligini o'zim MRT qildirib, uni natijasini ko'rdimda. Bundan keyin mana shu Yaponiyaning aktivniy koralloviy kalsiysini hammaga tavsiya qilaman. Bu juda zo'r olib ichingizlar.